Kosmetolog xirurg emas. Kosmetolog terini butunligini buzishga haqqi yo'q. Men hayron qolaman, kosmetologlar o'zlarini xirurglarga tenglashtirib olganini. Nahot qo'rqishmaydi. Ularga borayotgan patsientlar ham qo'rqmaydi. Balki narxida sal arzonroqdir, lekin xirurg bu xirurg. Men 6 yil medinstitutda o'qiganman. Общий profilni vrachman. Bakalavr diplomlarimgacha mana ko'rsatib o'taman, lekin shunda ham meni haqqim yo'q terini butunligini buzishga. Xirurg qachon xirurg bo'ladi? 6 yil medinstitutda o'qigandan keyin 2 yil узкий profil xirurgiya, ya'niki ordinaturada o'qishi shart. Shuning uchun, hurmatli patsientlar, xirurglar bilan kosmetologlarni adashtirmanglar. Hozirgi kosmetologlar salonlarda hamma ishni qilishyapti. Men buni ko'rib hayratda qolyapman. Bu narsalarga cheklovlar yaqinda nuqta qo'yiladi.